Rahmat aka. Aka aytgancha, nuqul pul berasiz. Nima sababdan unaqa ko'p pul berasiz menga? Eng ishongan xodimlarimdansan. Ey ukam, zo'r yugur deysan, ishlarimni joy-joyida qilasan. To'g'risini aytsam, zo'r Robertsan. O'rtoq, ana ishlaringlarni Xudo xohlasa. Boringga shukr. O'rtoq, haqiqatdan ham eng yaqin og'ayning menmanmi? En yaqinim, qiyomatligimsan. O'rtoq, yomon bo'lsan-ne. Nima desam qilasan? Et-betga borib kelish bo'lsa, yo'q demaysan. Pul kerak bo'lsa, yo'q demaysan. To'g'risini aytganda lo'qsan. Oldin nima ish qilganman dedingiz? Firmada agent bo'lib ishlaganman. Nima sababdan bo'shagansiz? Oyligi juda ham past edi. Aka ochig'ini aytganda bitta joyda tayinli ishlamayman. Bu yerda ham ko'p ishlash niyatim yo'q. Pulini yeyman, shu bilan yo'qman aka. Maqsad o'zi shu. Video qalay chiqibdi? Qoyilman, zo'r video bu. Qattandir o'g'illangan-u, nima bo'ladi? Nexus 2 barilaganda. Bugun ko'rgan videolarim ichida eng yaxshisi shu bo'ldi.